Tasavvur qiling. Siz har kuni yelkangizda 20 kilogrammlik qum to'ldirilgan qopni ko'tarib yurasiz. Uni na dush qabul qilganda va na uxlashga yotganda yechib qo'ya olasiz. Bu yuk ta'sirida bo'g'imlaringiz qisirlaydi. Yuragingiz portlab ketgudek bo'ladi. O'pkangiz nafas yetishmay qiynaladi. Bu shunchaki og'ir yuk emas. Bu yukning ichida zaharli moddalar bor va bu zaharli moddalar har daqiqada qoningizga quyilib turadi. Bu zaharli va ortiqcha yuk, ortiqcha vazndir. Bugun Dunyoqarash kanalida ko'pchilik uchun og'riqli, lekin yashirishga harakat qiladigan mavzu ortiqcha vazn haqida gaplashamiz. Doktor Atiya aytadi: sizni o'limga yetaklovchi yog'lar bu shunchaki teri ostimizdagi yog' emas. Bu bizning tana a'zolarimiz atrofida yig'ilib borayotgan yovuz yog'lardir. Bugun biz ortiqcha vazn va semizlikning siz bilmagan qirralari haqida gaplashamiz. Ortiqcha vazn qanday qilib bizni yurak kasalliklari, saraton va qandli diabet kabi kasalliklar tomon yetaklash haqida gaplashamiz. Va shu bilan birgalikda undan qanday qilib ilm-fan yordamida to'g'ri yo'l bilan qutulish haqida gaplashamiz. Bu video sizning tanangizga bo'lgan munosabatingizni butunlay o'zgartiradi. Videoni oxirigacha ko'ring va o'zingiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'ling. Avval global manzaraga bir nazar tashlaylik. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga qaraganda, dunyo aholisining taxminan 2 milliardi hozirgi kunda ortiqcha vaznga ega. Shu 2 milliarddan 650 millioni obese, ya'ni o'ta semiz deb tavsiflanadi. Bu ko'rsatkichlar 1975-yildan beri 3 barobarga oshgan. Afsuski, O'zbekistonda ham holat quvonarli emas. Oxirgi yillardagi ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda ham kattalar o'rtasida ortiqcha vazn muammosi ko'paymoqda. Ayniqsa shahar aholisida. Lekin raqamlardan ham muhim bir savol bor. Bu bizning hayotimizda nima uchun ahamiyatga ega? Ortiqcha vazn bu estetik masala emas. Bu sog'lik masalasi, umr masalasi hamdir. Nima deb o'ylaysiz? Tanamizda yig'iluvchi yog'lar hammasi biz uchun zararlimi? Albatta yo'q. Yog'lar bizning salomatligimizda va tanamizning normal funksiyalarida katta ahamiyatga ega. Juda ham ko'p gormonlar yog'. Masalan, teri ostida to'planadigan zaxira yog' qatlami biz uchun nisbatan zararsiz. Bugun biz yovuz yog' deb atagan qatlam bu tana a'zolari atrofidagi to'planuvchi, ya'ni buyraklarimiz, jigarimiz va boshqa tana a'zolarimiz atrofida to'planib boruvchi yog' qatlamidir. Bu visceral yog' deb ataladi. Bu visceral yog'lar shunchaki zaxira yog'lari emas. U har daqiqada qonimizga yallig'lanish moddalarini quyib turadi. Bu moddalar qon tomirlariga zarar yetkazadi. Qonimiz tarkibida yomon xolesterin, ya'ni LDL miqdorini oshiradi. Har 5 kilogramm ortiqcha vazn yurak xuruji xavfini 30% ga oshiradi. Ortiqcha vazn ikkinchi tur diabetning paydo bo'lishiga sabab bo'luvchi eng katta omillardan biri ekanligi allaqachon ilm-fan tomonidan isbotlangan. Sizda savol tug'ilishi mumkin. Bu qanday ishlaydi? Qorin bo'shlig'imizda yig'ilgan visceral yog'lar insulinga qarshilik ko'rsata boshlaydi. Insulin bu qondagi shakarni hujayralarga kirituvchi kalit. Kalit ishlamay qolsa, qon tarkibida shakar miqdori oshadi. Pankreas, ya'ni oshqozon osti bezi insulin ishlab chiqarishni ko'paytiradi. Bu yillar davomida takrorlanish oqibatida oshqozon osti bezi oxiri qo'pol qilib aytganda charchaydi va natija ikkinchi tur diabet. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, ortiqcha vaznli odamlar ikkinchi tur diabetga chalinish ehtimoli normal vaznli odamlarga qaraganda 5 yoki 10 barobarga yuqori. Har 1 kilogramm ortiqcha vazn tizzalaringizga 4 kilogramm og'irlikdagi yuklama beradi. Masalan, sizda 10 kilogramm ortiqcha vazn bor. Tizzalaringiz 40 kilogramm ortiqcha yuk ko'tarib yuribdi. Har bir qadamda. Buning natijasida yillar davomida bo'g'imlarimiz, tizzamiz sekin-asta qariydi va artroz, surunkali og'riqlarga olib keladi. Keyingi bog'liqlik. Ko'pchilik buni eshitib hayron qoladi. Ortiqcha vazn miya faoliyatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Visceral yog'lardan chiqqan zaharli yallig'lanish moddalari qon va miya to'sig'ini o'tib, miyaga yomon ta'sir qila boshlaydi. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, ortiqcha vaznga ega bo'lgan odamlarda depressiya xavfi 55% ga yuqori. Bundan tashqari, ularda xotira, bilish, diqqat qobiliyatlari ham ortiqcha vazn sabab zaiflashib boradi. Keyingi bog'liqlik bu saraton xavfi. Ortiqcha vazn saraton xavfini
oshirib boradi. Jahon saraton tadqiqoti jamg'armasi ma'lumotlariga qaraganda, ortiqcha vazn 13 turdan oshiq saraton kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin. Jumladan, ko'krak bez saratoni, me'da, yo'g'on ichak va boshqalar. Mexanizm yana o'sha yallig'lanish, moddalar va gormonal buzilishlar va oxir-oqibatda saraton. Shu o'rinda bir hikoya aytib beraman. 45 yoshli erkak uzoq yillar davomida 120 kilogramm vazn bilan yashagan. Mening otam ham shunday bo'lgan. Bu genetika. Men bunga ta'sir qila olmayman deb o'zini o'zi ovutgan. Kunlardan bir kuni u zinadan ko'tarilayotganda bexosdan yiqilib tushadi. Kasalxonaga olib borishadi. Tashxis prediabet, ya'ni diabetning boshlanishi va yurak yetishmovchiligi. Afsuski, bu holat hozirgi davrda ko'plab takrorlanmoqda. Doktor Atiya aytadiki, ortiqcha vazn bu sekin ishlovchi vaqtli bombadir. Bu tashxisdan so'ng hikoyamiz qahramoni o'ziga maqsad qo'ydi. 1 yil davomida 20 kilogramdan ortiq vazn yo'qotdi va o'zini xuddi 30 yoshdagidek his qila boshladi. Uning maqsadi chiroyli ko'rinish emas edi. Uning maqsadi sog'lom, o'zining farzandlarining to'yida tik oyoqda turish edi. Maqsadlarimiz o'zgargan sari natija ham shunga qarab o'zgaradi. Shu o'rinda sizga bir savolim bor. Nima deb o'ylaysiz? Tanamiz nima uchun yog' to'playdi? Bunga siz bu zaxira energiyasi deb javob berasiz. Bu albatta to'g'ri. Lekin bu zaxira mexanizmi biologik jihatdan qanday paydo bo'lgan? Bu uzoq ming yillar davomida rivojlanish natijasidir. Qishloq xo'jaligi va sanoat rivojlanmagan paytda odamlar ovchilik, mevalar va turli xil o'rmon yong'oqlarini iste'mol qilish bilan kun ko'rishgan va biologik jihatdan tana shunga moslashib borgan. Ya'ni ovchilik har kuni ham barobardan kelmagan. Ovqat bo'lgan paytda odamlar keragidan ortiqcha iste'mol qilishgan va natijada tana moslashuv oqibatida ortiqcha energiyani yog' sifatida to'plagan. Va keyinchalik keyingi o'lja qo'lga kiritilgungacha bu yog' odamlarni tirik saqlagan. Ya'ni odamlar zaxira yog'idan energiya sifatida foydalanishgan. Va bu mexanizm bizning tanamizda hali ham saqlanib qolgan. Bu hozirgi davr uchun bizning zararimizga ishlamoqda. Keyinchalik sanoat va qishloq xo'jaligi rivojlanishi oqibatida biz uchun keragidan ortiqcha bo'lgan oziq-ovqat ishlab chiqarilmoqda. Buni oddiy bozorga yoki do'konga kirib ko'rishimiz mumkin. Bilamizki, deyarli hamma bir kunda 3 mahal ovqatlanadi. Lekin bu bizning tanamizdagi biologik jarayon uchun ortiqcha energiya bo'ladi va tanamizda ortiqcha yog' to'planib boradi. Ya'ni tanamizdagi mexanizm hozirgi kundagi hayot tarzimizga hali yetib olmagan. Buning uchun balki ming yillar kerak. Balkim qaysidir texnologiya, ya'ni yangi texnologiya yutuqlari sabab bunga tezroq erisharmiz. Yana kim biladi deysiz. Endi bugungi videodagi eng muhim savollardan biriga javob beraman. Nima uchun ozish yoki ortiqcha vaznni yo'qotish juda ham qiyin? Ko'pchilik turli parhezlar sinab ko'radi, boshqa ovqat turlarini iste'mol qilib ko'radi va ko'pincha taslim bo'lishadi. Bunga bir necha sabablar bor. Bu sizning irodasizligingiz oqibati emas. Birinchi sabab leptin qarshiligi. Biz ichaklar mikroflorasi va uyqu mavzusida bu haqida gaplashgan edik. Leptin bu miyaga men to'ydim degan signalni beruvchi gormon. Ortiqcha vaznli insonlarda leptin juda ham ko'p miqdorda ishlab chiqariladi va miya bu signalni eshitmay qo'yadi. Kuchli qarshilik paydo bo'ladi. Siz umuman olganda to'ygansiz. Miya signalni eshitmagan sabab ovqat iste'molida davom etasiz. Va natija ortiqcha vazn. Keyingi nazariya bu set point nazariyasi. Biz uzoq yillar davomida o'rtacha bir vaznda yuramiz va miya bu vaznni o'zi uchun normal deb hisoblaydi. Biz ozishni boshlashimizdan miyamiz bunga qarshilik ko'rsata boshlaydi. Miyaning qarshiligi sabab ishtahamiz ochiladi. Metabolizm sekinlashadi. Energiya almashinuvi buziladi. Shuning uchun qaysidir dietani tugatganimizdan keyin birdaniga ortiqcha vazn olamiz, hattoki oldingidan ham ko'proq. Bu set point nazariyasining isbotidir. Keyingi omil bu shakar va insulin munosabati. Biz buni oldin ham qaytargan edik. Ko'p miqdorda shakar yoki oq non yoki boshqa qandolat mahsulotlar iste'mol qilganimizda qonimiz tarkibida shakar birdaniga oshadi. Va insulin gormoni buni
tezroq pasaytirishga harakat qiladi. Qonimiz tarkibidagi shakar tushgandan keyin biz o'zimizni och his qilamiz. Keyingi omil bu shakar va insulinga bog'liq. Bu ultra qayta ishlangan ovqatlar. Bunda turli xil qandolat mahsulotlari, gazli ichimliklar, tayyor bo'lgan souslar bizni ko'p ovqat yeyishga majburlaydi. Chunki ular shuning uchun ishlab chiqarilgan. Biz ularni iste'mol qilganimiz sari yana va yana yegimiz kelaveradi. Neurologlar buni to'ymaslik nuqtasi deb atashadi. Tanamiz bunday ovqatlarni iste'mol qilganda tanamizda miyaning mukofot tizimi faollashadi va bu tizim sabab to'yganlikni beruvchi signal uzilib qoladi. Endi eng muhim savolga javob beramiz. Xo'sh, doktor Atiya va boshqa mutaxassislar ortiqcha vazndan qutulish uchun qanday tavsiya beradi? Bu sehrli parhez emas, ya'ni barmog'ingizni qimirlatib erishadigan narsa emas. Bu butun bir tizimdir. Bunda men sizga ilm-fan isbotlagan bir necha yondashuvlarni keltiraman va shunga asoslanib o'zingiz uchun tizim yaratishingiz mumkin. Birinchisi, protein, ya'ni oqsil iste'molini birinchi o'ringa qo'ying. Oqsil bu to'yganlikni saqlovchi eng muhim makronutrientdir. U bizning tanamizda leptin qarshiligini pasaytiradi. Oqsil iste'mol qilganimizda o'zimizni uzoq vaqt to'q his qilamiz. Bundan tashqari, oqsil iste'moli tanamizdagi muskullar miqdorini doim normada ushlab turadi. Va bu esa bilamizki, moddalar almashinuvi faol ekanligini bildiradi. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, kundalik kaloriyasining 25-30%ni oqsildan oladigan odamlar oqsil kam iste'mol qiladigan odamlarga qaraganda bir kunda 441 kilokaloriya kamroq ovqat iste'mol qilishadi. Ko'ryapsizki, siz hech qanday harakatsiz ortiqcha vazndan qutulishingizga bir qadam bo'ladi. Agar siz ortiqcha vazndan qutulish jarayonida proteinni yetarlicha iste'mol qilmasangiz, vazningiz pasayib boradi. Lekin shu bilan birgalikda muskullaringiz massasi ham pasayib boradi va zaiflashib borasiz. Ortiqcha vazndan qutulasiz, lekin zaif va kuchsizga aylanib qolishingiz mumkin. Bundan tashqari biz uglevod, ayniqsa shakar iste'molini nazorat qilishimiz kerak. Biz masalan oqsilni ko'p iste'mol qilishimiz natijasida ham tanamizda yog' yig'iladi. Lekin shakardan farqli o'laroq bu yog'lar asosan teri ostida yig'iladi. Qorin bo'shlig'ida yig'iladigan asosiy yog'lar uglevoddan keladigan ortiqcha kaloriya sabab yig'iladi. Shuning uchun uglevodlarni iste'molida nazoratni o'z qo'lingizga oling. Keyingi yondashuv bu ultra qayta ishlangan ovqatlarni iste'molini cheklang. Masalan, gazli ichimliklar, chips, tayyor qandolat mahsulotlari, bular tanamizga ortiqcha vazn to'plashda juda ham katta rol o'ynaydi. Amerika Sog'liqni saqlash tashkiloti o'tkazgan tajriba shuni isbotladi. Ular odamlarni bir necha guruhlarga bo'lishdi va turli xil ovqatlar berishdi. Bitta guruhga ultra qayta ishlangan ovqatlar berildi. Va aynan ultra qayta ishlangan ovqatlar yegan, ya'ni iste'mol qilgan odamlar bir kunda qolgan guruhga qaraganda 500 kilokaloriya ko'proq ovqat iste'mol qilishdi. Ular o'zlari nazorat qilmagan holda shuncha kaloriyani iste'mol qilishdi. Ya'ni oldin aytib o'tganimizdek, ultra qayta ishlangan ovqatlar bizni yana va yana ko'proq yeyishga majburlaydi. Keyingi yondashuv bu kuch mashqlari. Bular kardiodan qisman farq qiladi. To'g'ri, kardio bizning yurak salomatligimiz uchun juda ham muhim. Lekin faqat kardioning o'zi bilan ozish biz uchun samarasizroq. Kuch mashqlari, masalan, tana vazni bilan bajariluvchi mashqlar yoki qo'shimcha yuk bilan, shtanga bilan bajariluvchi mashqlar tanamizdagi muskullar massasini ko'paytiradi. Va bilamizki, muskullar ko'proq bo'lgan odam ko'proq energiya sarflaydi. Tasavvur qiling. Ikkita 80 kilogramli odam. Birinchisi ortiqcha vazn, ikkinchisi sport bilan shug'ullanuvchi, ortiqcha vaznga ega bo'lmagan odam. Ikkalasiga bir xil ovqat beriladi. Natija shuni ko'rsatadiki, muskullari ko'proq bo'lgan odam ortiqcha vaznli odamga qaraganda ko'proq energiya sarflaydi. Hatto ular bir xil ovqat iste'mol qilishganda ham. Haftasiga kamida 2-3 marta 30-40 daqiqadan kuch mashqlarini bajarishimiz biz uchun juda ham yaxshi investitsiya bo'ladi. Keyingi yondashuvimiz bu uyqu va stress boshqaruvi. Biz uyqu mavzusida aytib o'tgandik. Yetarlicha va sifatli uxlamayotgan insonlar
sifatli va yetarlicha uxlayotgan odamlarga qaraganda kuniga 381 kilokaloriya ko'proq ovqat iste'mol qilishadi. Stress. Bilamizki, biz stressda bo'lgan vaziyatda tanamizda kortizol gormoni ishlab chiqariladi va aynan kortizol biz uchun zararli bo'lgan visseral yog'larni yig'ishda katta rol o'ynaydi. Siz to'g'ri ovqatlanishingiz mumkin, sport bilan shug'ullanishingiz mumkin, lekin yetarlicha uxlamasangiz va stressingizni nazorat qilmasangiz, natija juda ham kechikadi yoki o'ylagandek natijaga erisha olmaymiz. Demak, uyqu va stress bu strategiyamizning ajralmas qismi. Keyingi yondashuv bu time restricted feeding, ya'ni ovqatlanish vaqtini qisqartirib ma'lum bir oyna hosil qilishimiz kerak. Bilamizki, kecha-kunduzda 24 soat vaqt bor. Bunda biz boshlanish paytida o'zimiz uchun 12 soatlik oyna qilishimiz kerak. Ya'ni 12 soat davomida kundalik ovqatlarimizni iste'mol qilamiz va qolgan 12 soatda faqat suyuqlik, choy, suv, kofe va boshqa kaloriyasiz ichimliklarni iste'mol qilishimiz mumkin. Keyinchalik buni 8 soatga yoki 10 soatga qisqartirishimiz mumkin. Bunda tanamizda juda ham katta o'zgarish sodir bo'ladi. Ya'ni biz ovqat iste'mol qilmagan paytimizda tanamiz qayerdandir energiya olishi kerak. Bu energiyani bilamiz, yog'lardan oladi. Demak, time restricted feeding bizga yog'larni energiya sifatida ishlashga o'rgatadi. Bu ham strategiyamizda juda ham muhim rol o'ynaydi. Va oxirgi yondashuvimiz sekin va barqaror o'zgarishni tizimli amalga oshiring. Hozirdanoq o'zgaraman, hammasini o'zgartiraman deb harakat qilish juda ham katta xato bo'lishi mumkin. Chunki keskin o'zgarishlar miyamiz va tanamiz uchun juda ham katta stress. Va bir necha haftadan so'ng miyamiz va tanamiz bunga qarshilik ko'rsata boshlaydi va biz bunga taslim bo'lamiz. Oxir-oqibatda o'zimizni aybdor his qilamiz. Ilm-fan ko'rsatadiki, asta-sekin tizimli o'zgarishlar keskin o'zgarishlardan ko'ra yaxshi natijalarga olib keladi. Masalan, hafta davomida yangi bir odat qo'shing. Kundalik 20-30 daqiqa yurishni boshlang birinchi hafta. Ikkinchi haftada ovqatlarimizdagi protein miqdorini oshirib, uglevod miqdorini sekin-astalik bilan kamaytirishga o'ting. Keyingi haftada uyqu va stress nazoratiga harakat qilib ko'ring. Oldigidan ko'ra 1 soat ertaroq uxlashga yoting. Keyingi haftada gazli va o'ta ultra qayta ishlangan ovqatlarni iste'molini cheklang yoki qisqartiring. 3 yoki 4 oydan keyin natijalarni ko'rib hayratda qolishingiz mumkin. Keling, bugun o'rganganlarimizni 1 daqiqa davomida bir eslab o'taylik. Ortiqcha vazn bu shunchaki tashqi ko'rinish masalasi emas. U yurak kasalligini, saraton, qandli diabetni va bo'g'imlar kasalliklarini paydo bo'lishi ehtimolini oshiradi. Umrimizni qisqartiradi. Lekin siz buni bilmasdan yashayotgan bo'lsangiz, bu sizning aybingiz emas. Ortiqcha vazndan qutulish va ozish juda ham qiyin. Bunda bizga avval eslab o'tganimizdek biologik mexanizm, sanoat ovqatlari va zamonaviy hayot katta ta'sir qilyapti. Va eslab o'ting, bu sizning irodasizligingiz emas. Lekin bugundan siz bu haqida bilasiz. Bu bilimga ega bo'ldingiz. Va bu ega bo'lgan bilimingiz siz uchun birinchi va eng muhim qadam. Har qanday katta sayohat ham birinchi qadamdan boshlanadi. Aytib o'tganimizdek, oqsillarni iste'mol qiling. Kundalik yoki hafta davomida kamida 2-3 marta kuch mashqlari bilan shug'ullaning. Yetarlicha va sifatli uxlang. Tizimli va barqaror o'zgarishni o'zingiz uchun maqsad qilib qo'ying. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, buni yaqinlaringiz bilan ulashing, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarimizni kuzatib boring. Ortiqcha vazn haqida o'z tajribalaringiz, strategiyalaringizni izohlarda qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.